ekinlariga himoya qilish vositalari sepadigan dehqon bog'lar, sizlarga bitta taklif, tavsiya. O'zimizni Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi dala maydonimizdamiz. Hozir texnikaga himoya qilish vositalarini imkoniyat darajasida, maksimal darajada albatta texnikada seping. Sababi himoya qilish vositalari sepganingizda mana bu dalamizda ancha-muncha hasharotlar, qirqar-kapalaklar yerga ham tusha olishi mumkin va tanasini to'liq qamrab oladi. Tanani to'liq qamrab oladi va texnika orqali sepadigan bo'lsangiz, yerlarga ham to'liq sepiladi. Ozgina o'timiz bor, o'tlarni chop qilamiz-ku, lekin mana bu texnika orqali sepganingizda natijadorlik, samaradorligi juda zo'r bo'ladi. Hozir ayni kunda Barakat Kimyo Agro kompaniyasining 3 ta ozuqasi, Gumyorg, Infoen, Propozen ozuqasini hamda himoya qilish vositalari, qurtlarga qarshi Agrovet himoya kompaniyasini Aproklem, Arate preparatlarini qo'shib ishlatyapmiz. Ozuqalarimizni gektarga 1 litrdan, himoya qilish vositalarimizni Aproklemni gektariga 1,5 kilo, Arateni gektariga 400 gram ishlatyapmiz. Nima demoqchiman? Mana bunaqa texnika orqali himoya qilish vositalarini sepadigan bo'lsangiz, dala maydoningizda ekinlaringizga beradigan ozuqalaringizni va himoya qilish vositalarini samaradorligi zo'r bo'ladi. Qaytalatdan haligindaqa yelkada apparatda dori sepib ham o'zingiz qiynalmaysiz. Ham agar bu makkajo'xorilar tanasiga to'liq tegmaydigan bo'lsa, dorilarimizni samaradorligi yaxshi bo'lmaydi, natija yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun imkoniyat darajasida dala maydoningiz sal kattaroq bo'ldimi, uni texnikaga moslashtirib, mana shunaqa texnikalar orqali himoya qilish vositalarini sepishni maqsad qiling, shunga reja qiling. Barakasiz bersin dehqonchiklaringiz. Rahmat.